Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz Chinozdagi ikkinchi obyektimizni tugatdik. Fermer xo'jaligidagi 50 kilovatlik quyosh panel stansiyasi haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Quyosh panelimiz 50 kilovatlik panellarimiz Jinko brendiga tegishli ikki tomonlamali metall konstruksiyalarimiz profil ugunlardan qilingan. Zanglashga qarshi обязательно biz kraska qilamiz. Kraska, yonmas kabel, deya invertor. Hozir u ish faoliyatida. Buni qo'yishdan sabab fermer xo'jaligida tomchilatib sug'orish sistemasi bor. Shuni elektr energiyasini tejash maqsadida qo'yilgan. Keyin chuqurlardan, zovurlardan suv tortib olish uchun nasoslar qo'yiladi. Shularda tokini ekonom qilish uchun qo'yiladi. Hozir biz invertor ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Hop, invertorimizga yetib keldik. Invertorimiz Deya brendiga tegishli invertor. Hozir soat 4:30 atrofida 28 kilovat nagruzka 27 kilovatga tushdi. Mana 27.93. 27 kilovat ishlab turibdi. Bizda montaj avtomatlar qo'yilgan, chaqmoq qarshi zashtalar qo'yilgan, CDC, uzib rezervlar qilingan. Hozir cho'chikda tok sotayotgan jarayonni ham ko'rsatamiz. Tok sotib turibdi. Xo'sh, sho'tchigimiz T73 sho'tchik toka bilan qo'yilgan. Hozir u tok sotib turibdi. Menimcha sotib ham qo'ydik, chunki yoqilganiga yarim soatcha bo'lib qoldi. Mana 280 funksiyasida ko'rsatadi. Mana o'sha 0.18 ekan. Toka bilan hisoblaganda 50-40 kilovatcha menimcha anaqa bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, hozir bizni tomchilatib sug'orish sistemamiz quyosh panelining yonida joylashgan. Shu uchun ham ishlayapti hozir. Qolgani davlatga chiqib ketyapti. Yana qo'shimcha nasos qo'shsa, o'zlaridan ortmasligi mumkin. Agar ortsa, davlatga chiqib ketadi. Davlatga firmasiga shot faktura yozgan holatda pulini tushirib olsa bo'ladi, muammo yo'q. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'zimizning nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa muammo bo'lsa, defekt, tushunmagan joylaring, hamma ma'lumot bor. Like bosishdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.